Assalomu alaykum akalar. Andijon mebel markazida jonli efirda kuzatamiz. Bu tarafda sondiq, javon hamma joylashgan. Bu tarafda esa patinka postavka. Bu tarafda mana spalni yoki spalni televizor postavkalar. Bu oxirlarida esa detskiy shkaf, jamonlar buni ko'rsatib o'tamiz. Go'zal holatda. Bugun bozor bo'lmagan hisobiga dushanba bo'lgani uchun kecha yakshanba bozor kuni hamma mebellar sotilib tugagan. Oyoq kiyim, shkar, sondiq, javon, patinka qo'yadigan, peremoshka. Bu tarafda endi trimolar. Agar bularni har bittasini narxi, qanday mahsulotdan ishlab chiqarilgani sizga qiziq bo'lsa, Andijon mebel markazi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta sizlarga eng sifatli, eng hamyonbop narxlarda optim narxini yoritib beramiz. E'tibor qilganingiz uchun hammaga rahmat, sog' bo'linglar.